Assalomu alaykum. Bugun oshxonamizda atirgulli bo'g'irsoq. Bunga kerakli masalliqlar: 200 ml sut, yarim choy qoshiq dro'jja, 1 choy qoshiq tuz, 1 choy qoshiq vanilin, 3 osh qoshiq shakar, 1 choy qoshiq razlixlitir, 2 ta tuxum, 100 gram sariyog', 200 ml qaymoq, 5 stakan un kerak bo'ladi. Birinchi ishimiz iliq sutga dro'jjani qo'shamiz, tuz, shakarni ham solib, yaxshilab aralashtiramiz. Bu xamirga dro'jja qo'shilgani bilan bu oshirma bo'g'irsoq emas. Dro'jja juda ham kam qo'shiladi, yarim choy qoshiqgina qo'shiladi, faqatgina yumshoq chiqishi uchun. Endi boshqa idishga 5 stakan unni yarmini solamiz, yarmini keyin qo'shamiz. Bu unga razlixlitir vanilin qo'shamiz. Vanilin xohishga qarab qo'shiladi. Men atirgul shaklida qotganim uchun vanilin qo'shdim. Quruq masalani yaxshilab aralashtiramiz. Keyin xona haroratida yumshagan sariyog'ni kesib solamiz. Sariyog' o'rniga margarin solsa ham bo'ladi yoki 2 osh qoshiq oq yog' solsa bo'ladi. Endi massani kroshka qilamiz. Sariyog' yuvib ketguncha uqalanadi. Qo'l bilan uqalasa ham bo'ladi. Endi bu massaga qolgan mahsulotlarimizni qo'shamiz. Qaymoqni, tuxumni, keyin dro'jja aralashtirib qo'ygan sutni qo'shamiz bitta-bittadan. Yaxshilab aralashtiramiz. Hozir bu suyuqroq xamirga o'xshagan massa bo'ladi. Bir xil massa bo'lgandan keyin unni ozgina bir qoshiqdan qo'shib aralashtiramiz. Qo'lda xamir qorsa ham bo'ladi. Un hammada har xil ketishi mumkin. Menda shu massaga 5 stakan to'la un ketdi. Ya'ni 1 kiloga yaqin un ketdi. Lekin sizlarda misol uchun 4,5 stakan yoki 5 stakandan sal ko'proq ham ketishi mumkin. Tuxumni katta kichikligiga qarab un ham har xil bo'ladi. Endi ustini yopib, xonada 1 soat tindiriladi. Xamir o'rtacha yumshoqlikda bo'ladi. Yumshoq bo'shashgan xamir ham bo'lmaydi. Yoyganda ham oson yoyiladi, unsiz yoyiladi, kirishib qolmasdan. Xamirni 3 mm qalinlikda yoyamiz. Qalin bo'lib ketishi kerak emas. Endi dumaloq pechene kesadigan shaklda kesib chiqamiz. Hammasini shunaqa dumaloq shaklda kesib bo'lgandan keyin 4 ta dumaloqcha shaklni olib, bir-birini ustiga 1 santimetrdan chiqarib, yopishtirib, taxlab chiqamiz. Keyin uni zichroq qilib rulet shaklida o'raymiz. Pichoqda o'rtasidan bo'lamiz. O'shanda 2 ta atirgulcha hosil bo'ladi. Atirgulga o'xshashi uchun ozgina oralaridan ochib forma beramiz. Eng chet tarafini yaxshilab siqib, mana bunaqa qattiq bosib yopishtirish kerak. Bo'lmasa yog'da bular ochilib ketadi. Chiroyli formasini yo'qotmaslik uchun har bittasini 2 ta tomonini shunaqa qilib yopishtirib chiqish kerak. Hammasini shunaqa qilib tayyor qilib bo'lganimizdan keyin qozonchaga yog' qizdirib qo'yamiz. Sal ko'proq yog' bo'lishi kerak. Cho'liga mana qilib bir-biriga yaqin qilib taxlab chiqamiz. Yog'ga solishdan oldin va yordamchim bor meni ham. Yog'ga sekin solamiz. Cho'lida birinchi ushlab turish kerak. Tiylar ozgina qizarib, formasini ushlagandan keyin yog'ga sovuramiz. Usti taraflari qizarishi uchun. Qozonni tegi olib, o'rtacha bo'lishi kerak. Past bo'lib ketishi kerak emas. Past bo'lsa ham ko'p yog' sho'ng'ib oladi. Hamma tomonini chiroyli qilib qizartirib olamiz. Bu xamir o'zi tez pishadigan xamir, chunki ozgina dro'jja qo'shilgan, o'shanga tezroq pishadi. Unaqa past olovda ko'p ushlab turish shart emas. Boya aytganimdek, yog'lari yaxshilab yopishtirilsa, ochilib ketmaydi, chiroyli formada pishadi. Hamma joyi bir xilda chiroyli qizargandan keyin yog'dan olamiz. Hammasini shunaqa qilib pishirib chiqamiz. Sovutamiz. Endi ustini bezatish uchun
Sariq shokolad tanladim. Agar sizlarda sariq shokolad bo'lmasa, oq shokoladni eritib, sariq rang qo'shsa bo'ladi yoki boshqa rang qo'shsa ham bo'ladi. Men shokoladni mikrovolnovkada 30 sekundda 2 marta qo'yib eritib oldim. Parda eritsa ham bo'ladi. Meshokka solib, uchini kesib olib, atirgulchalarni chetiga mana bunday qilib chiroyli qilib chizib chiqamiz. Sizlar ham tayyorlab ko'rsanglar juda ham xursand bo'lardim. Hayit dasturxoninglar eng chiroylisi bo'lsin. Salomat bo'linglar.